asosiy g'am bizda bo'lishi kerak. Bu nima bilan bo'ladi? Alloh bizni do'st tutdi, iymonni berdi. Chunki Rasululloh aytadilar, iymonni Alloh faqat do'stlariga beradi. O'zi yaxshi ko'rganlarga beradi. Endi buni ushlab qolishlik bitta narsa bilan bo'ladi. Alloh Qur'onda ati'ulloh va ati'ur rasul degan. Allohga va meni elchim bo'lgan payg'ambarga itoat qil. Bo'ldi shu. Shu ikkovini mahkam ushlaganlar ular muflihlar ular. Ya'ni qiyomatda yutadiganlar, zafar qozonadiganlar, najot topadiganlar shu ikkovini mahkam ushlagan. Agar ikkovi bo'lmasa, ikkovidan bittasi bo'lmasa, biz qiyomatda najot topolmaymiz. Namozda hayya alal falah deydi-ku muazzin. Najotga kelinglar. Nimadan? Do'zaxdan, Allohning g'azabidan, Allohning noroziligidan, Allohning qahridan najotga kelinglar. Bu degani namoz najot, ibodat najot. Xuddi shu najot Alloh Qur'onda aytgandek, menga va meni elchim bo'lgan, rasul degani elchi degani. Menga va meni elchim bo'lgan payg'ambarimga itoat qil deydi. Allohga itoatni biz Qur'ondan olamiz. Payg'ambarga itoatni biz hadisdan olamiz. Ya'ni Qur'on, hadis bizga nimaniki ko'rsatgan bo'lsa, nimaniki buyurgan bo'lsa, shuni bajaramiz. Qur'on nimadan bizni qaytargan bo'lsa, hadis bizni nimadan qaytargan bo'lsa, qaytamiz. Shunda keyin Alloh aytgan chin musulmon bo'lamiz.